Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga qo'yilgan joyimiz Urganch 6-mikrorayonda bo'ladi, park to'g'risida, eng yaxshi mestada, 5 etajli domning 3-etajida 3 xonali tayyor kvartira sotuvga qo'yildi. Ko'rib turganingizdek, Banda Xalq banki, bozor, park, Ozgina yursak institut, bandan chiqsak Olimpiya stadioni bo'ladi. Hamma joyi yaqin mestada. Esa ketdik, uning ishon taraf bilan davom chiqsak. 3-etajimizga yetib keldik. Shu to'g'ridagi xonadonimiz bo'ladi. Girish eshiklarimiz ajoyib ta'mir eshiklardan qo'yilgan ekan. Ishon tarafidan kiradi olsak, bir girish xotimiz ajoyib keng tushgan uyimiz fonda turibdi. 3 xona bo'ladi. Hamma jihozi bilan sotiladi. Ko'rib turgan videodagi hamma narsa qoladi. Birimizda girganning mebeli bo'ladi ekan. Rakominalar qo'yib o'tilgan. Birimiz detskiy spalni bo'lgan. Shuningdek dolanatib qo'ydi ekanlar. Ochib berib, xolasangiz yopib, yana qanatib qo'ysangiz bo'ladi. Xon taxtalarini ega, konditsionerlari bor, aynalarimiz akfayna, rishotkalar qo'yilgan hammasini. Radiatorlar ham ajoyibundan qo'yilgan. Televizorlar ham bor. Hamma uslugalarni ega. Shu holatida sotiladi. Oyoq tiylamizga g'ollar jo'shalgan. Uyimiz ajoyib fonda turibdi. Kvartira qo'ysangiz ham, yashasangiz ham yaxshi sosteniyada turibdi uyimiz. Birimiz kattalar uchun spalni bo'ladi. Radiatorlar qo'yilgan, aynalar akfayna, dapalari ko'rganingizdek gipsokardon bilan ishlangan. Ko'rib turgan mo'jiz qiladi aytganimdek. Bu yerda esa eshiklar ham ajoyib ekan. Akfa eshiklardan qo'yilgan. Bir zal bo'ladi. Zalimizga balkon qo'shilgan, 6 metrlik yorisi. Keng tushgan. Bu yerda ugaloklari bo'ladi ekan shuningdek. Aynalarimiz ham akfayna, rishotkalar qo'yilgan, radiatorlar qo'yib o'tilgan. Birimiz ham katta ekan. Bon tarafimizda esa hojatxonasi bilan sanuzel bo'ladi. Alohida tushgan. Samsungdan kir mashinalarini ega, kurgovoy kafel etilgan, oyoq tegi topli pol bo'ladi. Birimizda hojatxonasi. Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q, hamma narsasi yaxshi. Ko'rib turgan majlis qoladi. Xolodilniklar ham bor, mebellarni ega, gaz plitalari. Birimiz balkoni yorisi 6 metrlik. Depa po'latib qo'ydi ekanlar. Aristollarimiz bor. Kotyollarni ham ega. Ko'rganingizdek, uyimiz yaxshi holatda. Ajoyib sosteniyada turibdi. Mestas ham dum ajoyib. 6-mikrorayon eng zo'r mestalardan biri bo'ladi shahrimizda. 3-etajda, yo'l ustida. Kvadratına keladi olsak 78 kvadrat bo'ladi. Narxi esa 510 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon aytib bog'lanishingiz mumkin. Sog' olun, salomat olun.